Bunun ichida hech qancha narsa yo'q. Bundan 5 aka $100 pul beraman, oling $100. Qiziqmas. Ayrim bir negativlar Andijondan sirli sayohatga bu mashina yaramaydi, yetib bora olmaydi degan negativlar uchun biz Qashqadaryo kitob perivalidamiz. Bu joyda juda ham ko'pchilik bilsa kerak. Hozir mana shu yerda bironta odam bilan o'yin o'tkazamiz. Yo 300 ming so'm pul olishingiz kerak. Yo sirli tutgan Ma'lum, men tanlayman. Yo buni qarang aka. Bu emas 500 ming so'm beraman. Faqat tanlayman. Men shunga qiziqib shuni tanlayman. Aka buni ichida hech qancha narsa yo'q. Bundan 5 aka $100 pul beraman, oling $100. Qiziqmas, men tanlayman. $100 beraman. Olsam shuni olaman. Men ishlagan narsamni olmasam qo'ymayman. Nima deb o'ylaysizlar obunachilar? Beraveraylikmi? $100 dan olma. Lekin pushaymangizlar, afsuslanasizlar. Sizlarga davlat qizig'i yo'q, men. Davay, ochib ko'ring chiqaring. Oddiygina naushnik. Nimaga $100 tanlamadingiz aka? Peshonaga yozilgani biladi, men pulga qiziqmayman. Gap so'z yo'q, xursandmisiz? Xursandmiz. Siz ham ishingizga omad. Andijonliklarga nima deb qolasiz aka? Ishonchli aka, bu kishiga obuna bo'lib qo'yasizlar. Davay, gaz bo'lasizlar. Xudo xolisa do'stlar, biz yo'nalishimizni boshladik. Sayohatga qarab otlandik.